Imom Buxoriy Adabul Mufrad kitobida rivoyat qiladi. Bir odam Ibn Abbos roziyallohu anhu huzurlariga kelib savol so'radi. Men bir ayolga sovchi qo'ydim. U menga turmushga chiqishni xohlamadi. Keyin boshqa kishi sovchi qo'ydi va u ayol unga turmushga chiqdi. Men rashk qilib uni ta'qib qildim va o'ldirdim. Endi menga tavba qilishlik bormi? Ibn Abbos undan onang tirikmi deb so'radi. U yo'q deb javob berdi. Shunda Ibn Abbos unda Allohga tavba qil va imkon qadar unga yaqinlashishga harakat qil. Keyin Ato kelib Ibn Abbosdan nega undan onasi tirikligi haqida so'rading dedi. Shunda Ibn Abbos chunki men onaga yaxshilik qilishchalik Allohga yaqinlashtiradigan amalni bilmayman, balki u onasiga yaxshilik qilishi uning gunohlarini kafforat qilgan bo'lardi dedi.